Olmazor tumani Gulzor mahallasiga kelganmiz. Orientir beradigan bo'lsak, bu yoq pastga tushib ketsak, biz Chorsu bozoriga tushib ketamiz. Bu yoq tarafdan chiqsak, biz Chorsu sharqqa chiqamiz. Mahallani ko'rasizlarmi? Fayzi mahalla joylashgan. Mana shu xonadonimizda sotuvga chiqqan. Umumiy maydoni 4.1 sotidan iborat. Suv, gaz, svet kanalizatsiya ham shart-sharoitlari bor. Ichkariga video obzorini beramiz. Video davomida narxini ham aytamiz. Qo'limizdan kirib kelamiz, kirib kelganimiz, ikki yoq chetimizni o'rtada yashil hudud bo'lyapti. Glavniy darvozamizdan kiraverishimiz, bu yoq tarafda o'zining binolari, bu yoq tarafda ham binolar bor ekan. Xonalar soni 9 xona deyaptilar, yashil sharoitlari bor. Yetib o'tgan ikki yoq chetimiz yashil hudud, bu yoq tarafda ham shu qo'shimcha binolari, orqa tarafga o'tsak, mol boqish uchun shart-sharoitlarni qilib qo'yishgan ekan. Bemalol bu yoqda mol boqsanglar bo'ladi. Yetib o'tgan umumiy maydoni 4.1 sotidan iborat. Bu yoqga ham bemalol o'zingizlar kelib yashasanglar ham bo'ladi. Lokatsiyamiz Olmazor tumani, Gulzor mahallasi, Chorsida joylashgan. Bizga taxminan 300-400 metr yursa Chorsu bozoriga tushib kelsak ham bo'ladi. Uyimizning narxini 240 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor. Egalarning nomerlarini pastga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib so'rab baragasini qilsanglar bo'ladi.